Archa jo'nacha yaproqlaring ninacha. Yaningga kelib qo'shiq aytadi yodgar degan bachcha. To'g'rimi? Mashalloh. Assalomu alaykum. Bizlarning hurmatli kuzatuvchilarimiz, sog'mi salomatmisizlar? Bugun 22-dekabr tungi 4 kilometrina inshaalloh. Gap bo'lishi mumkin emas. Archamiz shuni chiroyli bo'lib bezatilgan va ajoyib bo'lib turibdi, xudo xolasa. Yangi yil archasi bu. 2026-yil kirib keldi axir. Hamminamiz yorug'. She'r aytmoqqa kelmading, aytasanmi? Gap bo'lishi mumkin emas. Birdan krasavchik like bosib qo'yamiz. Xo'p, barchamiz bugun yaqinlar, xudo xolasa. Yangi yilingiz bilan deb turibdi nima. Harmanglar vallah. Alaykum assalom, yaxshimisizlar? Shena. Svetoforlarimiz o'z joyiga kelgan yana. Hamma chala bo'lib ishlab turibdi. Xo'p, ina bedayna kecha archamizda to'q o'tirib yuradilar. Archamiz yaqitdilar. Gap bo'lishi mumkin emas. Gongchilar Baykang station opasni. Xo'p, hozir soat 9dan 45 minut o'tibdi yana. Tungi vaqt. Yaxshi ko'rinib turibdi inshaalloh. Xo'p, inshaalloh shuni ajoyib yangiliklarni yetkazib boraveramiz. Uyda yotib turib, nov yangilik bo'lib turganini Turkiya tumanimizda ko'raverasizlar inshaalloh. Jana jilingiz menen barcha O'zbekiston ahlini, Qoraqalpoq ahlini tabriklaymiz inshaalloh. Xo'p, bizning Turkiya tumanidan kuzatib turgan obunachilarimiz uchun har doim bizda 14-12 taksi xizmati bor. Turkiya tumani bo'ylab manzilingizga inshaalloh chiroyli qilib yetkazadi. Sho'pirlarimiz hech yo'llarda muammo bo'lmaydi. Xudo xolasa shuning uchun 14-12 taksi xizmatimizdan foydalaninglar. Omadli mijozlarimizni ham padarki, ham manzilga tekin yetkazib qo'yamiz inshaalloh. Omadli mijoz deganda birinchi telefoningizdan omadli mijoz bo'lib qolishingiz mumkin. Mo'sh 10-chimi, mo'sh 5-chimi shunday. Gunda mashinani qo'yamiz, omadli mijozlarimiz uchun padarkalarni qo'yamiz, manzilingizga tekin chiroyli qilib yetkaziladi inshaalloh. Gap bo'lishi mumkin emas. Turkiyamiz kundan-kun yayrab, chala bo'lib qo'yadi. Vobsheta O'zbekistonimiz chala bo'lib qo'yadi inshaalloh. Metallarimiz ham ishlamaydi, metallarimiz ham hozir gunda ishlab turibdi. Ajoyib. Xo'p, svetoforlarimiz kecha bir ozroq nosozlik bo'ladi. Qor bo'lgana bugunina inshaalloh zakonni ishlab turibdi svetoforlarimiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Turkiyadan o'ylab, ponni shunday projektlar ham turibdi. Уже kun botganlar projektlar ponni Turkiya tumani ko'chalari bo'ylab yanadi. Xo'p. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Yana bolalar mazza qilib o'ynaverdi. Yurtimiz tinch. Bolalar mazza qilib o'ynaverdi inshaalloh. Gap bo'lishi mumkin emas. Shunday. Ha bu she'r ayt bir Dimmovanda Qorbobodan bir narsa olsa ol axir bir. Alaykum salom. Ajoyib. Endi xudo xolasa bu yoqqan bo'lsa, endi qancha ham tursa kerak bayramadin. Kelaverasizlar, bolalarni olib aylantirmoqqa inshaalloh o'ynaveradilar. Ha, bu yerda pipes xodimlar turgan ekan, shu qarab bolalar sho'l qatmasin bu yerda. Shunday. Ajoyib. Hammalar yorug'. Bolalar rasmat tushiribdi, endi video ishlayaptilar bolalar. Sinfdoshlar bo'lsa kerak. Gap bo'lishi mumkin emas. Xudo xolasa sizlar manfaatli, foydali videolarni Turkiya tumanida o'tirgan yangiliklarni yetkazib boraman. Shuning uchun kanalimizga obuna bo'lib, birdan krasavchik like bosib qo'yasizlar, xudo xolasa. Sog' bo'lsa, videolarimizni qo'llab turasizlar. Endi bir bolayna. Mashalloh telefon tushirib qo'ydi, lekin shunday gap bo'lishi mumkin emas. Shunday aytdilar inshaalloh. Yana 4 yilimiz kundan-kun chala bo'lib qo'yadi inshaalloh. Sog' bo'lsa,